Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizlarga juda muhim, ko'pchilik oilalarning daromadiga bevosita ta'sir qiladigan masalani tushuntirib beraman. 1 avgustdan pensiya miqdorlari yana oshirilishi va ayniqsa ishlayotgan pensionerlar uchun ikkinchi bosqich qanday ishlashi haqida gaplashamiz. Bu ma'lumot nafaqat hozir pensiya olayotganlar uchun, balki ota-onasi, bobosi, buvisi pensiyada bo'lganlar, ishda davom etayotgan pensionerlar, pensiyaga yaqinlashib qolgan fuqarolar uchun ham juda muhim. Men bugun oddiy tilda tushuntiraman. Kimning pensiyasi oshadi, kimniki o'zgarmasligi mumkin. Ishlayotgan pensionerlar nimaga e'tibor berish kerak? Qanday hujjatlar kerak bo'ladi? Qayerga murojaat qilish lozim va eng muhimi, siz o'zingizning haqqingizdagi pulni yo'qotib qo'ymaslik uchun nima qilishingiz kerak? Videoni oxirigacha ko'ring, chunki ayrim nozik joylar bor. Odamlar ko'pincha aynan shu joylarda xato qilib, qayta hisob-kitobdan foydalana olmay qoladi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bunday ijtimoiy to'lovlar, pensiya, nafaqa, ish staji va huquqiy o'zgarishlarni oddiy odam tushunadigan tilda muntazam tushuntirib boraman. Avvalo vaziyatni to'g'ri tushunib olaylik. Pensiya masalasida odamlar orasida eng ko'p uchraydigan savol shunday: pensiya oshdi deyishyapti, lekin mening kartamga tushgan pul nega ko'p o'zgarmadi? Yoki men ishlayotgan pensionerman, demak menga ham oshadimi? Yana bir savol. Ishlaganim hisobga olinadimi yoki pensioner bo'lgandan keyingi ish stajim bekor ketadimi? Oldin ko'p hollarda pensioner pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlashda davom etsa, uning ish haqi, sug'urta badallari, daromadlari pensiya miqdoriga avtomatik va tez ta'sir qilavermas edi. Ya'ni odam nafaqaga chiqqan, lekin keyin yana 1 yil, 2 yil, hatto 5 yil ishlagan bo'lsa ham, u ko'pincha shu ishlagan yillarim pensiyamni oshiradimi degan savol bilan sarson bo'lardi. Ayrim hollarda qayta hisoblash uchun murojaat qilish kerak bo'lgan. Ayrim hollarda esa odam o'zi bilmagani sababli imkoniyatdan foydalanmagan. Endi esa 1 avgustdan boshlab pensiya oshirilishi bo'yicha yangi bosqich, ayniqsa ishlovchilar uchun ikkinchi bosqich deganda asosiy e'tibor shunga qaratilmoqda. Pensioner ishlashda davom etayotgan bo'lsa, uning real daromadi, mehnat faoliyati, to'langan soliq va sug'urta ma'lumotlari tizimda to'g'ri aks etishi kerak. Shunda pensiya miqdorini qayta ko'rib chiqish, oshirish yoki indeksatsiya qilish jarayonida odamning keyingi mehnati ham e'tibordan chetda qolmasligi mumkin. Bu yerda juda muhim farq bor. Pensiya oshi deganda hamma uchun bir xil summa qo'shiladi deb o'ylamaslik kerak. Bir odamga daqa ming so'm qo'shilishi mumkin, boshqasiga bidi exin ming so'm, yana kimdadir 300 ming so'mgacha farq bo'lishi mumkin. Nega? Chunki pensiya miqdori bir nechta omillarga bog'liq. Avvalgi ish staji, o'rtacha ish haqi, pensiya turi, minimal miqdor qo'shimcha ustamalar, nogironlik guruhi, boquvchisini yo'qotganlik holati, ishlayotgan yoki ishlamayotganlik, hujjatlarning to'liqligi va elektron bazadagi ma'lumotlar. Birinchi navbatda ishlayotgan pensionerlar bu xabarni juda jiddiy qabul qilishi kerak. Masalan, siz yoshga doir pensiyaga chiqqansiz, lekin hali ham maktabda qorovul, bog'chada hamshira, korxonada hisobchi, do'konda sotuvchi, fermer xo'jaligida mutaxassis, davlat tashkilotida texnik xodim yoki xususiy firmada ishchi bo'lib ishlayapsiz. Sizning ish haqingiz rasmiy bo'lsa, mehnat shartnomangiz bo'lsa, ish beruvchi siz uchun hisobot topshirayotgan bo'lsa, bu ma'lumotlar kelajakdagi qayta hisob-kitobda muhim rol o'ynashi mumkin. Oddiy misol keltiraman. Deylik, Akmal aka 2022 yilda pensiyaga chiqqan. O'sha paytda uning 32 yil ish staji va o'rtacha ish haqi asosida 1 million 600 ming so'm pensiya tayinlangan. Lekin Akmal aka pensiyaga chiqqach ham ishni tashlamagan. 2022, 2023 va 2024 yillarda rasmiy ishlagan. Agar bu yillardagi ish haqi tizimda to'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, pensiya qayta ko'rilganda uning keyingi mehnati ham ma'lum darajada hisobga olinishi mumkin. Natijada pensiyasi oddiy indeksatsiyadan tashqari yana biroz yuqoriroq bo'lishi ehtimoli paydo bo'ladi. Ikkinchi misol. Muhabbat opa pensiyaga chiqqan, lekin bozorda savdo qiladi. Agar u yakka tartibdagi tadbirkor sifatida rasmiy ro'yxatdan o'tgan, belgilangan tartibda soliqlarni to'lab borgan bo'lsa, uning faoliyati ham hujjat bilan isbotlanadigan faoliyat hisoblanadi. Ammo u faqat og'zaki ishlagan, hech qayerda rasmiy ko'rinmagan bo'lsa, ertaga men ishladim, pensiyamni oshiring deganda buni isbotlash qiyin bo'ladi. Shuning uchun men doim aytaman, pensiya masalasida eng kuchli dalil bu gap emas, hujjat. Uchinchi misol. Salim ota pensiya oladi.
va shu bilan birga xususiy korxonada qo'riqchi bo'lib ishlaydi. Oyligi 2 million so'm. Lekin ish beruvchi uni rasmiylashtirmay sizga qo'lda beramiz degan. Salim ota har oy pul olgan. Lekin tizimda u ishlamayotgan odam sifatida ko'rinadi. Bunday vaziyatda avgustdan keyingi qayta hisoblash yoki ishlovchilar uchun ikkinchi bosqich imkoniyatlardan foydalanishda muammo chiqishi mumkin. Chunki pensiya jamg'armasi yoki tegishli organlar elektron ma'lumotga qaraydi. Mehnat shartnomasi bormi? Soliq hisobotida ko'rsatilganmi? Ish haqi rasmiy o'tganmi? Endi kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar siz pensiya olsangiz va umuman ishlamasangiz, sizga ham umumiy pensiya oshishi tegishli bo'lishi mumkin. Ya'ni avgustdan belgilangan indeksatsiya minimal pensiya miqdorlari yoki bazaviy hisoblash bilan bog'liq oshirishlar sizga ham ta'sir qiladi. Lekin ishlayotgan pensionerlar uchun alohida noziklik shundaki, ularning ishlagan davri va rasmiy daromadi tekshiriladi. Shuning uchun ishlamayotgan pensioner oddiy oshirishni kutadi. Ishlayotgan pensioner esa qo'shimcha ravishda o'z mehnat ma'lumotlarini tekshirishi kerak. Pensiya oshishi qanday ko'rinishda bo'lishi mumkin? Men buni sodda tushuntiraman. Birinchi holat umumiy indeksatsiya. Masalan, davlat pensiya va nafaqalarini ma'lum foizga oshiradi. Bunda ko'pchilik pensionerlarning to'lovi avtomatik ko'tariladi. Ikkinchi holat minimal miqdorlar oshadi. Agar kimningdir pensiyasi eng kam miqdorga yaqin bo'lsa, u odamda oshish aniqroq seziladi. Uchinchi holat qayta hisoblash agar ishlayotgan pensionerning keyingi ish davri hisobga olinsa. Uning pensiyasida alohida o'zgarish bo'lishi mumkin. To'rtinchi holat ustamalar, ayrim toifadagi fuqarolar, masalan, nogironligi bo'lganlar, urush yoki mehnat faxriylari, alohida xizmat ko'rsatgan shaxslar uchun qo'shimcha ustamalar mavjud bo'lishi mumkin. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Har qanday pensiya oshishi haqida gap ketganda odamlar ko'pincha faqat qancha qo'shiladi deb so'raydi. Lekin men ekspert sifatida sizga aytaman. Savolni boshqacha qo'yish kerak. Mening ma'lumotlarim to'g'rimi? Mening ish stajim to'liq kiritilganmi? Ish beruvchi meni rasmiy ko'rsatganmi? Pensiya turim bo'yicha menga qaysi qoida qo'llanadi? Mana shu savollar pulingizga bevosita ta'sir qiladi. Birinchi nozik jihat, hamma oshirishlar avtomatik bo'lmasligi mumkin. Umumiy indeksatsiya odatda avtomatik amalga oshiriladi. Lekin ish stajini qo'shish, ish haqi ma'lumotlarini qayta ko'rib chiqish, noto'g'ri kiritilgan ma'lumotni tuzatish uchun ko'pincha murojaat kerak bo'ladi. Agar siz davlat o'zi biladi deb o'tirsangiz, tizimda xato bo'lsa, bu xato uzoq vaqt qolib ketishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat, pensiya kartaga tushgan summa bilan tayinlangan pensiya miqdori bir xil bo'lmasligi mumkin. Masalan, aliment, qarzdorlik, ijro hujjati, kredit bo'yicha ushlab qolishlar. Bankdagi majburiyatlar bo'lsa, siz pensiyam oshmadi deb o'ylaysiz. Aslida esa pensiya oshgan, lekin ushlab qolishlar sabab qo'lingizga kamroq tushgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun kartadagi tushumni ko'rish bilan cheklanmasdan, pensiya bo'limidan yoki elektron xizmatlar orqali tayinlangan pensiya miqdorini aniqlashtirish kerak. Uchinchi nozik jihat rasmiy va norasmiy ish farqi. Ishlayotgan pensioner men ishlayapman deydi. Lekin davlat tizimi uchun bu faqat hujjat bilan tasdiqlanganda ahamiyatga ega. Mehnat shartnomasi, buyruq, ish haqi hisoboti, soliq organlariga yuborilgan ma'lumot, elektron mehnat daftarchasi mana shular asos bo'ladi. Agar ish beruvchi sizni yarim stavka ko'rsatib, amalda to'liq ishlatayotgan bo'lsa, pensiya uchun ham, kelajakdagi huquqlaringiz uchun ham zarar ko'rishingiz mumkin. To'rtinchi nozik jihat, pensiya turi. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bir xil tartibda hisoblanmaydi. Masalan, yoshga doir pensiyada ish staji va ish haqi asosiy ahamiyatga ega. Nogironlik pensiyasida esa guruh, mehnat qobiliyati, tibbiy xulosa, qayta ko'rik muddatlari ta'sir qiladi. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasida esa marhumning ish staji, qaramog'dagi shaxslar soni, bolalarning yoshi va o'qish holati muhim bo'ladi. Shuning uchun qo'shnimga shuncha qo'shilibdi, menga nega kam degan taqqoslash har doim ham to'g'ri emas. 5-chi nozik jihat, pensiyaga chiqqandan keyingi ish davri har doim ham bir xil ko'rinishda qo'shilmaydi. Ayrim hollarda qayta hisoblash uchun ma'lum muddat ishlagan bo'lish talab qilinadi. Ayrim hollarda faqat rasmiy daromadlar inobatga olinadi. Ayrim hollarda esa odamning avvalgi o'rtacha ish haqi yuqori bo'lgan bo'lsa, keyingi past oylik pensiyani sezilarli oshirmasligi mumkin. Masalan, bir inson pensiyaga chiqishdan oldin 6 million so'm oylik olgan, keyin pensiyada yarim stavka 1,2 million so'mga ishlagan. Bunday vaziyatda keyingi ish davri borligi muhim.
lekin uning pensiya miqdoriga ta'siri katta bo'lmasligi mumkin. 6-chi nozik jihat hujjatlardagi eski xatolar. Ko'p odamlarning mehnat daftarchasida ism familiya bir harf bilan boshqacha yozilgan, korxona nomi o'zgargan, muhrni aniq buyruq raqami ko'rsatilmagan, arxivda ma'lumot topilmaydi. Mana shunday mayda tuyulgan holatlar pensiya hisobida katta muammoga aylanadi. Masalan, 7 yil ishlagan davringiz bazada chiqmasa, bu nafaqat pensiya tayinlashda, balki qayta hisoblashda ham sizga zarar. Shuning uchun mening hammasi joyida deb o'ylamasdan tekshirtirish kerak. 7-chi nozik jihat avgust oyidagi oshirish qachondan ko'rinadi? Ko'pchilik ilk avgust bo'ldi. Demak, aynan ilk kuni pul ko'payib tushadi deb o'ylaydi. Amalda to'lov sanasi hudud, bank, pensiya yetkazish tartibi hisob-kitob jadvaliga bog'liq bo'lishi mumkin. Ba'zan oshirilgan summa oyning o'zida tushadi, ba'zan farq keyingi to'lov bilan qo'shib beriladi. Shuning uchun 2 kun ichida vahima qilish kerak emas, lekin oy yakuniga qadar ham o'zgarish bo'lmasa albatta aniqlashtirish kerak. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam: pensiya turini va hozirgi tayinlangan miqdorini aniqlang. Buning uchun yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilishingiz mumkin. Shuningdek, MyBank.gov uz orqali yoki mavjud elektron davlat xizmatlari orqali ma'lumotlarni tekshirish imkoniyati bo'lsa, undan foydalaning. Telefon orqali eshitgan gapga emas, rasmiy ma'lumotga tayaning. Ikkinchi qadam: agar siz ishlayotgan pensioner bo'lsangiz, ish joyingiz rasmiylashtirilganini tekshiring. Kadrlar bo'limidan yoki buxgalteriyadan so'rang. Men bilan mehnat shartnomasi tuzilganmi? Buyruq chiqarilganmi? Ish haqim soliq hisobotida ko'rsatilyaptimi? Elektron mehnat daftarshamda ish joyim aks etganmi? Bu savollarni berishdan uyalmang. Bu sizning qonuniy huquqingiz. Agar ish beruvchi keragi yo'q, baribir pensiyadasiz desa, bilingki, bu noto'g'ri yondashuv. 3-chi qadam: hujjatlaringizni tayyorlab qo'ying. Asosiy hujjatlar quyidagilar bo'lishi mumkin. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi yoki elektron mehnat daftarchasidan ma'lumot, ish joyidan ma'lumotnoma, ish haqida ma'lumot, arxiv ma'lumotnomalari. Nogironlik bo'lsa, tibbiy ijtimoiy ekspertiza xulosasi, boquvchisini yo'qotganlik bo'lsa, tug'ilganlik guvohnomalari va tegishli hujjatlar. Har bir holat alohida, lekin asosiy maqsad bitta. Sizning stajingiz va daromadingiz hujjat bilan tasdiqlanishi kerak. 4-chi qadam: pensiyani qayta hisoblash bo'yicha ariza yozing, agar bunga asos bo'lsa. Arizada oddiy qilib yozish mumkin. Mening pensiyamni ishlagan davrim va mavjud hujjatlar asosida qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Arizaga ish staji, ish haqi, mehnat faoliyatini tasdiqlovchi hujjatlar nusxasini ilova qiling. Arizani topshirganda kirim raqamini oling yoki elektron yuborsangiz, tasdiqlovchi xabarnomani saqlab qo'ying. 5-chi qadam: agar javobdan norozi bo'lsangiz, yozma javob talab qiling. Og'zaki sizga bo'lmaydi degan gap yetarli emas. Nega bo'lmaydi? Qaysi norma asosida rad etildi? Qaysi hujjat yetishmayapti? Bular yozma ko'rsatilishi kerak. Yozma javob bo'lsa, siz keyin yuqori tashkilotga, adliya organlariga yoki sudga murojaat qilish imkoniga ega bo'lasiz. 6-chi qadam: bank kartangizdagi tushumlarni tekshiring. Agar pensiya oshgan bo'lsa, lekin siz kam olayotgandek tuyulsa, bankdan ko'chirma oling. Pensiya jamg'armasidan tayinlangan miqdorni so'rang. Agar farq bo'lsa, ushlab qolishlar bor yo'qligini aniqlang. Ba'zan odam bir necha yil oldingi kredit kafilligi yoki ijro hujjati sabab pensiyasidan ushlab qolinayotganini bilmay yuradi. 7-chi qadam: oila a'zolaringizga ham yordam bering. Ko'p pensionerlar internetdan foydalana olmaydi. Elektron xizmatlarga kira olmaydi, ariza yozishni bilmaydi. Agar ota-onangiz yoki yaqinlaringiz pensiyada bo'lsa, ularning hujjatlarini bir ko'zdan kechiring. Ayniqsa uzoq yillar kolxoz, zavod, maktab, shifoxona, qurilish tashkilotlarida ishlagan odamlarning arxiv hujjatlari muhim bo'lishi mumkin. Bugun tekshirilmagan 5 yil staj ertaga pensiyada katta farq qilishi mumkin. 8-chi qadam: mish-mishlarga aldanmang. Hammaga 1 million qo'shiladi. Ishlayotgan pensionerlardan pensiya olib qo'yiladi. Faqat tanishi borlar oshiradi kabi gaplar odamlarni chalg'itadi. Pensiya tizimida har bir o'zgarish rasmiy hujjat, qaror, farmon yoki nizom asosida amalga oshiriladi. Shuning uchun men doimo maslahat beraman. Xabarni eshitdingizmi? Uning manbasini tekshiring. Keyin o'zingizga tegishli qismini aniqlang. Yana bir amaliy misol beraman. Deylik, Nodira opa 7-8 yoshda pensiyaga chiqqan, hozir 60 yoshda. U pensiyaga chiqqandan keyin ham 3 yil maktabda kutubxonachi bo'lib ishlagan.
Pensiyasi 20 milyon 600 ming so'm. In avgustdan umumiy oshirish sabab pensiyasi 20 milyon 600 ming so'mga yaqinlashishi mumkin. Lekin agar uning 3 yillik keyingi rasmiy ishi tizimda to'g'ri aks etsa va qayta hisoblashga asos bo'lsa, qo'shimcha farq paydo bo'lishi mumkin. Agar maktab buxgalteriyasi hisobotlarni to'g'ri topshirgan bo'lsa, muammo kam. Agar ma'lumot chiqmasa, Nodira opa ish joyidan ma'lumotnoma olib, pensiya bo'limiga murojaat qilish kerak. Yana bir holat. Rustam aka pensiyada. Lekin 7 yil sifatida xizmat ko'rsatadi. U rasmiy ishlagan, soliqlarni to'lagan. Lekin pensiya bo'limida bu ma'lumotlar to'liq ko'rinmasligi mumkin. Bunday vaziyatda soliq organidan faoliyat davri va to'lovlar bo'yicha ma'lumot olish foydali bo'ladi. Keyin shu hujjat bilan qayta hisoblashni so'rash mumkin. Agar u umuman ro'yxatdan o'tmagan bo'lsa, men mijozlarga xizmat qildim degan gapning o'zi yetarli bo'lmaydi. Men alohida ta'kidlayman, ishlayotgan pensioner bo'lish yomon narsa emas. Aksincha, odam tajribasini jamiyatga berishda davom etyapti. Oila byudjetiga yordam beryapti. O'zini faol tutyapti. Lekin bu mehnat qonuniy rasmiylashtirilmasa, odamning o'zi zarar ko'radi. Pensiya oshishi bo'yicha ikkinchi bosqich aynan shu joyda muhim. Kimning mehnati ko'rinib turibdi? Kimning hujjati joyida? Kimning ma'lumoti tizimda to'g'ri? O'sha odam o'z haqqini talab qilishda kuchliroq bo'ladi. Demak, 7 avgustdan pensiya oshishi masalasi faqat pul ko'payadimi yoki yo'qmi degan oddiy savol emas. Bu yerda umumiy oshirish. Minimal miqdorlar, qayta hisoblash, ishlayotgan pensionerlarning rasmiy mehnati, hujjatlar va elektron bazadagi ma'lumotlar juda muhim. Agar siz ishlamayotgan pensioner bo'lsangiz, to'lovingizni kuzating va tayinlangan miqdorni tekshiring. Agar siz ishlayotgan pensioner bo'lsangiz, albatta ish joyingiz rasmiyligini, stajingizni, ish haqi ma'lumotlaringizni va pensiyangiz qayta hisoblashga tushmasligini aniqlang. Men sizga eng asosiy maslahatni yana bir bor aytaman. Hujjatlaringizni tekshiring. Og'zaki gaplarga ishonib qolmang. Kerak bo'lsa ariza yozing. Yozma javob oling va o'z haqqingizni talab qiling. Pensiya bu sadaqa emas. Bu sizning yillar davomida qilgan mehnatingiz evaziga qonuniy haqqingizdir. Agar sizning pensiyangiz 1 avgustdan keyin oshgan bo'lsa yoki hali o'zgarish sezmagan bo'lsangiz, izohlarda yozing. Qaysi hududdan siz pensiya turi qanday? Ishlaysizmi yoki yo'qmi? Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarga alohida javob beraman. Videoga like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam o'z pulini, o'z huquqini va o'z mehnatining natijasini himoya qila oladi.